Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bizni Pippi mol fermasining ozuqa zaxirasi. Bu yerda yana shunaqa bitta katta yamamiz bor. 3 oyda shuncha pashta 1,5 moshin 15 tonnani yeydi. Jami bu yerga 30 tonna katta mashinada zapas qilingan edi. Bu yerda yamamiz. Mana bu yerda zagonimiz, shu yerda mollarimiz yuradi. Og'ilimizni ichi shunday. Mana bu yerga bolalari ham shuni ichiga joylashtirilgan. Bu yerda ochiq turadi-yu, shu 70% mana bu sitkadan qo'yilgan. Faqat buzoqlarning oldiga salafon qo'yilgan. Shamolni qaytarish uchun. Bu taraflari ochiq. Faqat qushlar kirmasligi uchun sitka qo'yilgan. Qushlar kirib bezovta qilmasligi uchun, kasalliklarni keltirmasligi uchun. Bu sut sog'ish apparatimiz. Mana bu semental zotli mollarimiz. Bu semental zotli mollarimizdan 4 dona bor. Sog'imli sigirlari, bitta ho'kizi, bitta rossiyskiy sigirimiz bor. Bu birinchi sog'im sigirlarimiz. Bu ichalasi mana bu 4-chi sementalimiz, 2-chi tug'ishga. Bularimiz 20 litrdan ortiq beradi, ko'proq. Bunisi ham 20, unisi sal kamroq beradi. Bu hammasi bolalarni emdirib, bolalarda ortgan sut. Birinchi bolalarni emdiramiz, yaxshi o'zgarish uchun. Bu sigirimiz 2-chi tug'ish bo'lgani uchun 30 litrdan ziyodroq, ko'proq beradi. Bu rossiyskiy sigirimiz ham 30 litrdan ko'proq beradi. Bu zotga olingan ho'kizimiz, navosimiz. Nasib inshaalloh shu zotdan ko'paytiramiz endi. Bu 100% semental ho'kizimiz. Mana bu sigirlarimiz ham semental. Endi nasib inshaalloh shundan qochgan mollarimizdan tug'iladi bu sigirlarimiz. 100% semental bo'lib buzoqchalar tug'iladi. Bitta rossiyskiy zotli molimiz bor. Buni ham tajriba sifatida qarayapmiz. Agar yaxshi effekt bersa, buni ham ko'paytiramiz. Keyin mollarimizga beriladigan ozuqalarimiz silos beramiz. 30 litrlik sigirga ratsion tayyorlangan silos, bida, somon. Bida bilan somonni mana bu drabilkamizga yaxshilab maydalab, keyin ideal korm yemlaridan Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan ideal korm yemlaridan sog'imli sigirlarga beramiz. Shuni olib bu yerga boshqalarga tugib qo'yamiz. Mana bu har xil hasharotlar buni yemirmasligi uchun somonlarni mana bu drabilkada chiqarib beramiz. Bir dona ho'kizimiz uchun ham buqalar uchun semirtiruvchi, shu ideal kormni semirtiruvchi buqalar uchun bo'lgan yemidan qo'shib beramiz. Adilni buzoqlar uchun boshqa yemlarimiz bor. U ham ideal kormdan ishlab chiqarilgan. Bizning mijozgina firmamiz shu. Ya'ni 4 ta semental, bitta rossiyskiy sigir, bitta ho'kizimiz. Bu hozircha endi boshlaganiga ham uncha uzoq bo'lmadi. Где-то 3-4 oy bo'ldi. Endi avvalambor 1 yil shunga yarasha bilim ko'nikmalarini oldik. Birdan bor mol qilmadik. Birinchi o'rganib, qaysi zot yaxshi effekt beradi, shundan ko'paytirdik. Yana bu tarafda o'zimizning mesni mollarimiz. Agar qaysi bir yaxshi effekt bersa, yaxshi bir xalqimizga ko'proq manfaatli bo'ladigan bo'lsa, shundan ko'paytiramiz. Nasib, biz bilan birga bo'ling. Bizga obuna tugmasini bosib,
kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Rahmat sizlarga.